her dilimine. Alo. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz? Ha, ovqat tayyorlayotgandim. Pishib qoldi. Ko'chaga ovqatlangani chiqamiz. Tayyor bo'lib qoluvdi-yu ovqat. Ha, bo'ldi, mayli. Buni ertaga yeymiz. Xo'p bo'ladi. Dilimim bir xo'sha har dam bitar az duxozimda bebinim har roz har soat gulamini az hazdikamta kirmanji haragule warabamin. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Bo'larkan. Ovqat sizing. Ko'chaga chiqmaymizmi? Ovqat sizing. Bo'larkan shunaqa o'tirsak. Ustimdan kulyapsizmi? Yo'q. Kulmayman. Juda ham jiddiyman. Atringiz nomi nima? Docha Gabana. Agar hozir ko'chaga chiqamiz demaganimda sizdan yog' hidi kelayotgan bo'lardi. Men uchun hech sepmagansiz atir. Namuncha bo'yanmabsiz. Kim uchun shuncha harakat? Yoningizda chiroyli bo'lib yuray dedimda. Ko'chadanmi? Ha? Odamlar xotinni zo'r ekan deyish uchunmi? Axir ayol kishiman. Ko'chaga chiqqanimda o'zimga qarab chiqishim kerak-ku. Ko'chaga chiqayotganingizda o'zingizga qarab chiqishingiz kerak. Lekin ko'chadagilarni o'zingizga qaratishingiz kerak emas. Ko'chaga kiyadigan nechta kiyimingiz bor? Ko'p. Uyga kiygan nechta kiyimingiz bor? Uyda kiyadigan kiyimingiz yo'q. Uyda meni eski futbolkamni kiyib yurasiz. Tushundim. Ro'zg'orda kamchilik bormi? Hamma narsa bor shukr. Mehmon kelganda qanaqa dasturxon tayyorlaysiz? To'kib. Unda men hozir ko'chaga chiqib, 1 soatdan keyin mehmon bo'lib kelaman.